Birinchi sinf tarbiya darsligining birinchi bobi, ikkinchi mavzusi men kimman? Mavzu 3 ta maqsaddan iborat: ta'limiy, tarbiyaviy va rivojlantiruvchi maqsadlar. Ta'limiy maqsadi o'quvchilar o'zini to'g'ri tanishtira oladilar va nutqiy faoliyatlarini shakllantiradilar. Tarbiyaviy maqsadda oila a'zolariga yordam berishning ahamiyatini tushunadilar, do'stlik va hamkorlik hissi shakllanadi. Rivojlantiruvchi maqsad ijodiy fikrlash qobiliyatlari rivojlanadi, tasavvur va fantaziya boyiydi, kommunikativ ko'nikmalar takomillashadi. Darslikda o'qituvchi yordamida o'rganing bo'limi mavjud. O'qituvchi yordamida kechagina erkatoy bolajon edingiz, endi o'quvchisiz, demak katta bo'ldingiz, maktabga kelib yangi do'stlar orttirasiz va ular bilan ko'p yillar birga o'qiysiz. O'quvchilar o'zini tanishtirib o'tishadi. Bu uchun namuna berib o'tilgan. Namunada keling tanishib olamiz. Assalomu alaykum. Mening ismim Akmal. 7 yoshdaman. Men konstruktor o'yinchoqlarni yig'ishni va futbol o'ynashni yaxshi ko'raman hamda bobomga bog'da yordam beraman. Keyingi o'quvchimiz: Assalomu alaykum. Mening ismim Madina. Akmalning egizak singlisiman. Men onam bilan non yopishni va kitob o'qishni yoqtiraman kabi qisqa matnlar berilgan. O'quvchilar bu matnlarni o'qituvchi yordamida o'qib o'rganib olib, o'zlarini xuddi shu tarzda tanishtirishni o'rganadilar. Keyingi sahifamizda esa mening tashrif qog'ozim degan bo'sh joy bor. Bunda o'quvchilar o'zining ismini, yoshini va nimani yoqtirishlari va nimaga qiziqishlarini aytib o'tib yozishlari kerak bo'ladi. Og'zaki topshiriq bo'limida esa oilada kimga qanday yordam berishini o'quvchilar har birlari aytib o'tishlari kerak. Bu orqali biz birinchi sinf o'quvchilarini fikrlashga, ularning nutqlarini ravon shakllantirishga yordam berishimiz mumkin. Keyingi ijodiy topshirig'imizda bo'sh vaqtingizda nimalar qilasiz? Rasm orqali tasvirlang degan ijodiy topshiriq berilgan. O'quvchilar rasmlarga qarab o'zlarining bo'sh vaqtlarini qanday o'tkazishlarini tasvirlab berishlari kerak bo'ladi. Darsimizning mustahkamlash bo'limida esa o'yin, men kimman o'yini bo'ladi. O'quvchilar oldinga chiqadi va o'zini tanishtiradi. Men futbolni yoqtiraman, men kitob o'qiyman kabi jumlalar orqali o'zlarini tanishtirib o'tib ketishadi. Amaliy topshiriqda esa har bir o'quvchi kichkina tashrif qog'ozi tayyorlaydi. Unda quyidagilarni yozadi. Men kimman degan savolga o'zining ism familiyasini va o'zi haqida ma'lumot yozadi. Keyingisida yoshim degan joyda esa o'zini yoshini yozib o'tib ketish kerak. Yoqtiradigan narsam yoki hobbim. Bunda o'zlarini yoqtirgan narsalarni yozib o'tib ketishlari kerak. So'ng bolalar chiqib o'z tashrif qog'ozini sinfdoshlariga topshiradilar va bir-birining tashrif qog'ozini o'rganib chiqishadi. Darsimizda foydalanadigan metodlar bunda BBB metodi, ya'ni bilardim, bilishni xohlayman, bilib oldim metodi. Darsda ular nimani bilardi oldin, darsda nimani bilishni xohlashdi va dars tugaganda nimani bilib olishdi. Shu kabi xususiyatlari bor. Keyingi metodimiz bu so'zlarni yig'ing metodi. So'zlarni yig'ingda oddiy qog'oz stakanchalar orqali bo'g'inlar ajratgan so'zni, bo'g'inlarni yig'ib so'zni yig'ishlari kerak bo'ladi. Darsimizning metodlari shundan iborat edi. Darsimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.